Urungach ko'pchilik nefrit ko'li deb aytadi. O'zbekistondagi eng chiroyli ko'llardan biri hisoblanadi. Bu ko'lni faqat videolarda ko'rgan edim. Haqiqatan shunaqa chiroylimi yoki yo'q? Deyarli 120 kilometr o'zingizlarning mashinangizda va 20 kilometr Nivada yurishga arziydimi yo'qmi? Bugun shu videoda bilib olasiz. Dam olish kelgan bo'lgan bo'lsangiz dam olish yeri sizda qiladi. Shu qanaqa? Basennikidan 2x dedik alisham. Hammaga salom. Men ismim Muhammad. Aytganimdek, ertaga bolalar bilan ertalab soat 5 da aynan o'sha ko'lga yo'lga chiqamiz. Video davomida Nefritgacha bo'lgan yo'lni qo'ldan kelguncha ko'rsatishga harakat qilaman. Qani ketdik. 5:11. Faqat Farruh Azim shot degan. Qolganlarni bilmadim lekin. Taqqof ketdi. Nega? Qolganlar ham mana keldi. Короче, birinchi mashinaga tortdi. Tega yo'lga chiqishadi. Biz bu yerda o'zimizni bosamiz. Ikkita mashina bo'lib ketamiz. Soat 5:27. Bilmayman, telefon qotib ko'tarmayapti. Og'ir odam o'tirib olganda o'rtaga. Ha, bostirib ketsin mana endi balonni bor. Bizning planimiz oddiy kuniga to'g'ri tushib qolgan edi. Shuning uchun yo'lda ozgina probkada qolib ketdik. Iloji bo'lsa, dushanbadan juma kunigacha chiqqaninglar yaxshiroq. Sababi yo'lda ham, boradigan joylarda ham odamlar anchagina kamroq bo'ladi. Bolalarni kutamiz, bizni qolib ketishdi. Hali beri kelmaydi. Ne, ozmashdi. Manzarada turibmiz hozir. Kelib qolishar. Mana bolalar ham yetib keldi. Hozir yana dalshi ketamiz. Короче, qarzga kirdik. Nimadan olishimiz kerak. Bolalarni kutamiz G'azalkentda. Ozgina suvga tosh otmoqchimiz dedik. Короче, voy bela. Ana. Toch. Mana ikki kadri. Bu bo'lsa kadr reyti. Bobi, sanki Biz tepaligiga chiqib oldik hozir. Bochka pastda qoldi. Bolalar yetib kelgandan keyin Polvonay qishlog'igacha yo'lda to'xtamasdan yetib oldik. Polvonay qishlog'igacha bo'lgan yo'lda ham chiroyli manzaralarni ko'rar ekansizlar. Polvonay qishlog'iga keldik. Kelishinglar bilan mashinani iloji bo'lsa tashlab chiqasizlar, chunki yo'llar yaxshi emas. Nivalar mana shu yerda bor. Bu eng birinchi nivalar turadigan joy ekan. Yo'l davomida yana nivachalar chiqadi deyishdi. No, orasi примерно 3-4 kilometr bo'lyapti. Ular ham baribir biz aytadigan narxi aytadi deyishyapti. Faqat Nefrit ko'liga 2 kilometr qolgan joyda 25 ming so'mdan uvozlar bor ekan. U yerda ko'proq odam ketganlik hisobiga menimcha 25 ming so'm, masofa qisqaroq bo'lganligi uchun. Biz birinchi tochkani o'zidan o'tirib ola qoldik. Nefritgacha va Nefritdan shu joyga Nivada borib kelish narxi 2026-yil 17-maydagi holatga 4 kishiga 500 ming deb aytishdi. No, kelishtirib bizga 450 ming so'm berishdi. Agar Niva xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, okalarning o'zligi olib chiqib kelishar ekan. Nivaga ortiqcha 450 ming yoki 500 ming to'laymizmi deb ko'pchilik o'zini mashinasida chiqib kelyapti-yu deyishinglar mumkin. No, biz riskovat qilmadik va to'g'ri qilamiz, sababi yo'llar ancha chang, toshli va baland-pastliklardan iborat ekan. To'g'ri, o'zingizlarning mashinangizda chiqsanglar bo'ladi, lekin mashina prosta xor bo'lib ketadi-da. Shuning uchun biz lutshi mashinani tashab Nivada ketishga qaror qildik. Ana yetgan joy masjidmi? Hozir odam ketadi. Ham shu bizlarniki bilan bir xil. Voy, bu nechta odam ketadi bunga? Voy o'zi bordi. Shunda u mingani ham 25 ming edi.
qo'ydim. Mana eskilari bu yoqda ekanda. Odam ko'pligini hisobiga plyus-minus bo'lib ketar ekan. Hozir chaqiradi 2,5 millionga keladi. Kelar ekan, to'g'rimi? 2,5 million standart nimasi bor, keladi. Bu ham qaqajon boradi. Shaharga o'tib ketadi. Nefrit ko'liga yetib bormasdan post chiqar ekan, u yerda ekosbor bor ekan. Har bir odamga 20,600 so'mdan ekan. Pulni to'ladi, и dальше yo'lda davom etdik. Mashina bor. Yamaga tushsa qaytib chiqmagan yamada. Bu ham daladan yurib ketishgan bor, birovni ekanmiz. Hozir bu yaxshi bo'ldi yo'l. Voy, tag'ir qurib ketdi. Vallahi ko'rib. Mashina o'tdi. Oy. Ana o yurtini o'zi taqib qo'ysam ana yura olmaydi o'zi. Hozir aydasin ana ketaman. O'sha. Farmon, itarmalarning o'zi haydab chiqsin, rost haydadimi? Masalan, videoda ko'rdinglar, hozir bitta Cobalt aynan tepaligiga chiqadigan joylarda ko'pincha to'xtab qoldi. Salonda, по-моему, 4 ta yoki 3 ta odam bor edi. Haydovchidan tashqari qolgan hamma tushib ketgandan keyingina уже tortib ketdi-da. Ungacha lekin uzundan-uzun probkalar ancha odamning asabi vaqt ketdi. Nazorat qilmasa, mana shunday bo'lib ketardi. Siz hamma vaqtni yutqizasiz. Hozir orqada ham endi qancha mashinalar bor. Quvvatli bo'lardi. Uchoqdan vaqtim yo'q. Hozir Cobalt harakaga qisqasi umuman o'zinglarni mashinanglarda chiqmanglar. Mana ahvol. Bitta mana shu mashinamni orqada shuncha mashina bor. Gazsiz chiqasizlar, gazsiga. Tushib qolishdi, endi Cobaltga o'zib ketdi. Tushib ketdi. Qaytishimizda ham bitta mashina yo'lda o'chib qolgan, u yerda ham yana probka bo'ldi. Uni ham video davomida ko'rsataman. Cobaltkidanmi? Ha, displeyni tutib ketdi. Ketishib ketyapti. Limon sasyapti lekin. Bu mashinasi tekis joygacha olib kelsa ham yetadi. Joyga chiqish shart emas. Nefrit ko'liga 1 kilometr yetmasdan Nivala o'sha joyda to'xtar ekan, 1 kilometr qisqasi peshkom yurish kerak ekan. Короче, mana bolalar bilan yetib keldik. Уже Nefrit ko'li ham bitta. Mana tikamiz sekin. Скорая помощь. Nima bo'ldi tepada? Umrot tutma. Voy voy. Sen yetib olmasdan cho'mildingmi? Yopib qo'yishibgan, biling ha. Odam ko'p bugun yakshanba kuni. Da, biz Nefrit ko'liga yetib bordik. Suv nerealniy toza. Prям eng pastdagi toshni ham ko'ra olasizlar. Shunaqa darajada tiniq. U videoda ko'rgan Nefrit ko'lini realda ko'rish вообще boshqa narsa ekan. Biz birinchi bo'lib tepadagi ko'pchilik katta Nefrit ko'li deb aytadigan ko'lga borishga qaror qildik. Taxminan peshkom 1 soatlik yo'l ekan. O'rtacha tezlikda chiqqanda, lekin u joyga aynan tog'i tepasiga chiqib, ya'ni bitta tog'i orqasida joylashganligi uchun yo'lni juda oson ham bo'lmaydi, qiyin ham bo'lmaydi. O'rtachada bo'lsak bo'ladi. Ozgina sekinroq chiqsanglar bo'ladi. 1 soatda emas, 1,5 soat, 2 soatlarda dam olib chiqsanglar bo'ladi. Короче, mana Nefrit
tepaga katta nefritga qarab chiqib ketamiz. To'xtamasdan ozgina dam olib temp bilan chiqsanglar 45 minut 1 soatda chiqsa bo'lar ekan. Ozgina qoldi. Ko'lni ko'ryapsizlar. Nefrit tepada mana ko'lga chiqdik. Bu yerda ham mana cho'mirishyapti, odam ko'p. Oldin kuni bo'lgani uchun menimcha, lekin tepaga chiqmoqchi bo'lsaydi, yaxshi fizik podgotовка bo'lishi kerak. Chunki biz nechta edik? 8 edik. 8 edik. Hozir uchalamiz keldik faqat. Farruh bilan yana bitta o'g'aynim qoldi qayerdadir yarmida. Yana 3tasi ancha pastda yuvib qolishdi. Qisqasi biz yetib keldik. Tepadagi katta nefrit ko'li pastdagi ko'ldan ancha hajm jihatdan katta ekan, tinuvligi jihatidan, lekin baribir pastdagi ancha tinuv. Chiqishga chiqdik deb turib bolalar bilan cho'milishni boshlab oldik. Shu qanaqa? Shu joyda eng asosiy ma'lumotlardan birini aytib ketishim kerak. Kichkina ko'lga kelish uchun eng yaxshi vaqt 15-maydan 15-iyungacha ekan. Kuz va qish oyida o'sha pastdagi kichkina ko'l butunlay qurib ketar ekan. Katta ko'lga keladigan bo'lsa, u yil davomida bo'lar ekan, qurib ketmas ekan. Dam olish kelgan bo'lgan bo'lsa, dam olish shunda qilib. Nefrit ko'lidagi suv haroratini ko'pchilik 5 gradus atrofida bo'ladi deyshti. Birinchi tushganingizda bitida sezasizlar. Suv yetarli darajada sovuq. No, 2 marta, 3 marta tushganlardan keyin ko'nikib ketasizlar. Katta ko'lda cho'mildik. Sendvichlarni yeb, endi kichkina ko'lga qaytamiz. Bu yerda ham cho'milishimiz kerak. Ketdik. Kichkina ko'lga tushdi, lekin ehtiyot bo'lishga harakat qilasizlar, sababi tepada imенно toshli yo'lda bo'lganini hisobiga sirpanib ketishinglar mumkin. Yo'l yarmigacha tushgunimcha ikkita odam yiqilganini ko'rdim. Men o'zim uchun bitta narsani bilib oldim. Tepadagi ko'lga faqat galchka uchun chiqsa bo'lar ekan. U yoqqa chiqib tushga ketadigan vaqt va energiyani lutshi shu kichkina ko'lda ketkazgan yaxshiroq. Azim? Sana ekansan. Sen qidib yurma orqadanman. Mana bir yürüyorum ben. Çok güzel oldu. Kichik ko'l menga tepadagi ko'ldan iliqroqdek sezildi. Yoki tanam tepadagi ko'lga moslashgani uchunmi, bilmadim, shunaqa bo'ldi. Ko'pchilik suv tagida tosh olib chiqardi. Men ham shu ish qilib ko'rdim. Lekin qo'riqchilarmi, ili tabiat posboni deyladimi bilmayman. Cho'milish mumkin emas. Cho'milsanglar shtraf qilaman deb vohma qilib tashashdi. Men вообще tushunmay ham qoldim. Ko'pchilik bolalarni u yerda rasmga olishdi. Prям shtraf qilamiz deb. Sababi, tipa u yerda odam ko'p ekan. Shu odamlar ko'p cho'milganning hisobiga nefrit ko'liga, tipa ko'lga zarar yetadi, ya'ni qurib ketadi, rangi o'zgaradi, shunaqa gaplar aytishdi. Lekin bitta bola keldi, aytibdi, что yil oxirigacha shundoq ham bu qurib ketadi. Odam cho'milsa, cho'milmasa, tabiat hodisasi. Har yilni boshida o'zi qorlar erib, yomg'irlar yog'gani sababiga bu ko'l o'zi paydo bo'ladi. Shunaqa degandan keyin aytibdi, что o'zi asl sababi u yerda televideniya syomka qilayotgan ekan. Shuning uchun tipa syomkada odamlar cho'milishi kerak emas ekan, o'tda короче kadrda. Bilgan, shuning uchun короче mumkin emas deb aytishdi. Kutib tursanglar, keyin ketishgandan keyin cho'milasizlar deyishdi. Bizani вообще o'tda vaqt yo'q edi, pastda mashina kutib turuvdi. Uzoq yarim soat vaqtimiz qolgan edi. U ketadimi, ketmaydimi? Shu bilan narsani olib lutshi keta qoldik. Qaytamiz. Mana bu yoqda nechta? 1 2 3 4 ta bola ekan. Bu yoqda yana 3 ta, 4 ta, 5 ta. Короче, qaytamiz. Shu birinchi tochkada. Ha, pastroq. Ha, pastda bo'lamiz deydi. Mana orqaga kutib turgan ekanlar. Endi narsalarni qo'yib sekin orqaga qaytamiz. Короче, mana mashinaga o'tiramiz.
chiqsam kerak. Ha. Sig'dingmi? Ha. Mana sanikimidi? Ha, ber. Qanaqa men bor ani hujjatim. Menga endi. Telefon qiladi, olgan. Yani bola so'radi, olki kodini aytchi ekan. Miyalarimiz suv berib tajadi. Qattiq bor. Tegimizga o'tiradigan narsalargacha olgan. Ovqat yeb, o'tiradi. Pastda tapchanlari borku. Tapchan ko'rmadi edi, o'sha anaqadan vashsiz o'lg'i tushdi. Endi ani tepalidan shunaqa o'chirib ham tushib qolamiz, sirpanib ketyapti deb sizlar. Polvon qishlog'iga qaytib kelganimizdan keyin mashinani qo'ygan joyimizni o'sha местный aholini parkovkasi hisoblanar ekan. Shuning uchun ularga qanchadir pul to'lash kerak. Meni xabarim bo'lmay qoldi. O'sha ruldagi bolalarni o'zi to'lab yuborishgan ekan. Video yoqdimi yoki yo'q, kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Agar yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Yana borish mumkin bo'lgan joylarni shunaqa video qilib chiqarishda davom etaman. Hozircha hammaga rahmat, xayr.